boshim juda ham qattiq og'riyapti. Men qayerdaman? Salom. Nima? Sen kimsan? Sen 55 kun survival qilsang, senga $55,000 pul beramiz. Nima? Tushunmadim. $55,000 dedingmi? Ha. Agarda bo'ynimgacha qartib yotgan bo'lsam, mayli. Aslida senga ishonsam bo'ladimi? Ha, albatta $55,000 pul bor. O'zing bo'yvuchasan deymanda o'zi qayerdan gaplashyapsan? Senga bilinmaydi. Mayli, men 55 kun survival qilaman va sen menga $55,000 pul berasan. Mayli. $55,000 pul. O'zi bo'ynimgacha qartib yotmi? $55,000 deydi u yana. Mayli, o'ynayman. Meni chiqarib yuborib yerdan darhol. Voy, yaramasa, meni shergin tashlab ketadimi? Mayli, o'ynayman, nima ham deyardik. Kon. Men konlarni yaxshi ko'raman. Qani ichida nima bor ekan? Temir mening jonim dilim. Bunisi mana daraxtlarni kovlashni boshlaymiz. Bula. Lekin hozir ertalab bo'lgan yaxshi edi-ku, kechqurun qoldi. Mayli, endi birortam qachon qilsa, o'lim degani. Lekin o'lsang pul bermaymiz degandik-ku. Mayli. Bo'p turadi. Daraxtlarni chopamiz. Bo'l, maksimum sherga chiqib oladim. Mana bularni pochtadan archib olamiz. Archib olganimizdan so'ng bir stak yasaymiz. Mana menga qaydan kelib qoldi? Rahmat. Sherga ekib qo'yamiz. Ko'ryapti. Va keyin mashinaga ichiga kirib olamizdan keyin mashina saksida yetadi. Va keyin kirka yasaymiz. Kirka. Va keyin topor ham yasab qo'yamiz. Topor ham yaxshi. Va keyin tosh. O'zim qo'ladim. Shuni tosh kavlab, temirni kovlashimiz kerak. To'rt temir yo'q. Xullas, mana do'stlar, moblar bilan urushib, o'lib yuribman-da. Men deyardik. Endi mana temirni kovlaymiz. Keyin tepaga chiqib boramiz. Va keyin nima yasamoqchi edim? Mana cho'pchadan yasab qo'yamiz. Ko'p pala yasaymiz buni. 36 ga yetib o'rtadi. Va keyin menga nima yasamoqchi edim? Mana topor yasamoqchi edim. O'ldirmasang zombi. Yaxshi ham sezib qolganim. Topor yasamoqchi edim. Va mana shunday va keyin qilich tayyor. Mana darajacha emasdan ketyapti. Atrofni aylanib yuribdi. Shu darajani olsang bo'ladimi, savmal? Mayli, yana videoga qaytamiz. Mana bitta ko'mir ko'rib qoldim. Ko'mirlarni ham supurib ketamiz. Men bitta narsaga hayronman. Agarda ko'mir juda ham ko'p tursa, olmosga aylanadi deydi-ku. Lekin nima uchun Minecraftda olmosdan ko'ra ko'mir ko'p, lekin olmos yo'q? Olmos topilmaydi. Olmos topilishi mumkin. Lekin menga
Pechga yesangiz pech. Pech ham tayyor. Aytgancha do'stlar, hammangizni tabriklayman chunki kanikul. Kanikul bilan hammangizni tabriklayman ha. Keyin bu yerga mardon qo'yamiz va keyin temirni eritishga qo'yamiz. Pam param 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 pam pam param 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 pam. O'zini toshga olib olsam hech nima bo'lmas edi. Pam param 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 pam param 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 pam. Ishg'ona nima bo'lsa pulni bersin-da. 55 kun survival qilganim. Yomon. Xullas do'stlar, ketguncha shuncha yo'llardan ketib 10 vak yig'dim, 10 temir yig'dim. Lekin qornim ham ochiq bo'lmasin, o'zim yeb turaman. O'z jonim ko'rib turibsizlar, 1,5 2,5 degan. Qayerdandir o'tib albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hech kim kanalga obuna bo'lmayapti. Men bo'lmasa shuncha video kemga chiqaryapman. Siz. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Obuna tugmachasini bosib qo'yish shunchalik qiynamadi. Men uchun qiyin emas, misol uchun. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, hech qayeringiz kamayib qolmaydi-ku, iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshimi bu? Yerga tushman bo'lmasa o'lardim. Qo'ylar. Yugurani qo'ying. Ovqatini ber. Ovqatdan ber. Ovqatdan cho'z. Endi sen pishga chaqirasangiz, mana yuqorimizdan keyin qo'y go'shtini qo'yimizdan keyin pishiramiz. Va mana go'shtim hash deguncha pishib qoldi go'sht. Keyin buni kavlab ketamiz. Qo'y. Yana to'q qo'ydi o'ylagan. O'ylabman. Aytgancha, men tovuqsham bor ekan. Ularni ham shab yo'raman. 4 ta tovuq bor ekan men. Keyin men uyga birikdan qo'yib, tovuqsham bo'lmay, ba'zan etaga to'mara qo'yib yo'q qolaman. Endi pishishini kutish qoldi xolos. Anada men qamash ko'ryapmanmi? Qamash ham kerak bo'lib qoladi. Voy. Men darhol yerga borib bir nima yeb kelmasam bo'lmaydi. O'zingiz ko'rib turibsiz. 1,5 ta jonim bor. Meni bittagina golem bitta o'ldira. Yaxshim bu versiyada. Yaxshim shunaqa versiyada o'ynayapman. Bu yo'qsa-da, aks holda suvning tagidan zombi chiqib meni o'ldirib ketadi. Qo'zg'orlar. O'ldirib ketadi. Mayli, shunga ham shukur qilish kerak.
Mayli, qilmish kerak emas ana yerdayim. O'zi qilmish ko'ryapman, lekin qilmish menga janjalik kerak emas. Shag'al ham yaxshi, qo'y. Yotoq yashasak bo'ladimi? Qo'y, uchta qo'y bo'ldi. Qilishdan judam yurib topor bilan qanday jon ketadi? Normalni. Menga jon kerak, qo'yning joni kerak. Tepaga chiqaman deguncha vaqt o'tib ketadi-ku. Nima deyapsanlar? Qandaysan chiqasan? Tepaga chiqamiz. Keyin Einstein, sen nega o'lding? Yo'q, Noch, sen nega ketding? Mojangni yaxshigina ishq qilib yutding-ku. Mayli. Noch ketgandan beri mana shunaqacha teksturlar bordan nima ham deyapmiz. Lama. Bu versiyada lama yomonda tuflaydi. Tuflagaching o'zingga qaytarib o'raman. Tushundingmi lama bachcha? Adam bitta lama ko'ryapman. Bu yer lamalarning makoni bo'ldikmi? Ey lamajon, menga qara. Tuflaydi menga qara. Qo'yjon bahahe. Men nima uchun bu yerlarda sandra qilib yuribman? Buning sababi esa uy qurishga joy kerak. Bok. Skelet. O'ldirish kerak uni. Nima o'ziyoning borib qochish kerak edi. Bedrock skeletlari yomon o'zi ham. Bittada qolgan. Endi sen narsalarni topishga olg'a. Narsalarni qayerda ekan? Koordinatlarni yaxshi bilmasam. O'zi koordinatlarni ko'rganman. Mayli. O'shalarda bitta kattagan tog' chiqib qolsa, o'shalarda mening narsalarim yotgan bo'ladi albatta. Xullas do'stlar, videomiz shu joyda tugaydi. To'g'ri, video qisqa bo'ladi, lekin qiziq bo'ladi degan umiddaman. Agarda 10 tagina laykdan keyin bu videoning davomini qo'yaman albatta. Aziga 10 tagina.